Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, barchangizga xayrli kun bo'lsin. Do'stlar, endi o'yin o'ynab ko'rishlaymiz do'stlar. O'yinlar narxini ko'ryapsizlarmi? $150, $2, $85. Bunaqa o'yinlar do'stlar, saytning ichida minglab bor do'stlar. Bu sayt haqida avval videorolik qilganmiz, lekin sayt yangilangan. O'shaning uchun saytda ro'yxatga o'tish va qanday o'yin o'ynab pul ishlash haqida to'liq tushuntirib o'taman do'stlar. Xo'sh, sayt manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi. O'sha manzilni ustiga bossalaringiz saytga olib keladi do'stlar. Ko'k yozuvni ustiga bossalaringiz, ya'ni silkani ustiga bossalaringiz saytga olib keladi va mana shunday ko'rinish chiqadi do'stlar. Bu anchadan buyon ishlab kelayotgan sayt. Saytga gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, qaranglar. Sayt mana 6 yildan buyon ishlab kelyapti. Ya'ni 2019-yilda ochilgan, o'shandan buyon ishlab kelyapti. 6 yilda ichida do'stlar 8 million odam ro'yxatdan o'tgan saytdan. Bu saytda hech qanday sarmoyasiz oddiy games o'yinlarini o'ynaymiz do'stlar. U o'yin deganda yana anaqa qimorni tushunmanglar. Hech qanaqa qimor yo'q bu yerda. Sarmoyasiz ishlashingiz mumkin mana shu pullarni. 6 yilda ichida 8 million odam ro'yxatdan o'tgan. $4 million pul chiqarib olingan. 8 million odam tomonidan $4 million pul chiqarib olingan saytdan do'stlar. Bu 8 millionning ichida kimga sayt yoqsa ishlagan, yoqmasa prosta ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'ldi. Shu bo'yicha sayt qolgan. O'sha ishlayotgan odamlar $4 million chiqarib olgan saytdan. Hech qanday sarmoyasiz va 95% bu yerdagi zadaniyalar avtomatik to'lanadi sizga. Ya'ni bu yerda qanaqa zadaniya bajarsangiz, qanaqa o'yinlarni o'ynasangiz, pulini tekshirib ko'rmasdan 95% zadaniyalar avtomatik to'lanadi. Qolgan 5% esa zadaniya bu yerga joylagan odam tekshirib ko'radi. To'g'ri bajarganingizni ko'rgandan keyingina sizga to'lab beradi. Lekin baribir to'lanadi do'stlar. Shu sayt dizayniga ham gap yo'q mana o'yinlar. $400, $100, $49. Juda ko'p o'yinlar bor bu yerda. $178. Bu pullarni hech qanday sarmoyasiz ishlashingiz mumkin do'stlar. Mana bu kompaniyalar saytni nima desam bo'ladi? Homiylari do'stlar. Alibaba, TikTok, Coinbase, Bonus Operamini juda katta kompaniyalar saytga homiylik qiladi. Saytga gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu kosheloklarga pul chiqarib olishingiz mumkin. Bank transfer, PayPal, Amazon, Visa, kriptovalyuta qilib chiqarib olishni tavsiya qilaman. Kriptovalyutani qanday so'm qilib kartamizga tashlab olish haqida ham video bo'ladi do'stlar, xudo xolasa. Kanalimizda bo'lib tursalaringiz ko'rsatib o'taman hammasini. Mana bu bugun hozir onlayn pul chiqarayotganlar do'stlar. $23, $1. Minimum chiqarish $1 adashmasam. Mana sayt 2019-yilda ochilgan. 2019-yildan buyon pul to'lab kelyapti. Endi saytda ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Saytga kirganimizda mana shunday ko'rinish chiqadi. Tepada Sign up yozuvi bor. O'shaning ustiga bosamiz. Men skrinshot qilib olganman-da buni. Sizlarga tushuntirish uchun allaqachon ro'yxatdan o'tilgan bu saytdan. Keyin mana bunday bo'sh yo'laklar chiqadi. Xohlasangiz Google akkauntingiz orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Lekin email orqali ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilaman. Bu yerga email manzilingizni yozasiz, ya'ni Gmail manzilingizni. Bu yerga parol yozamiz. Parol do'stlar. Bitta katta harf qatnashishi kerak, keyin kichkina harflar qatnashishi kerak, keyin bitta belgi qatnashishi kerak, masalan, chiziqcha yoki savachka belgisi qatnashishi kerak. Keyin raqam qatnashishi kerak. Kamida 8 ta belgi qatnashishi kerak, hammasi bo'lib. Harflar, belgilar, raqamlar kamida 8 ta bo'lishi kerak. Email, parol kiritamiz. Bu yerga galcha qo'yamiz, mana bu to'rt burchakka. Keyin sign up bosamiz. Galcha qo'ymasak sign up bosilmaydi. Keyin do'stlar, sign up bosganimizdan keyin mana bunday bo'sh yo'lak chiqadi. Bu yerga ismimizni yozib qo'yishimiz mumkin. Xohlasak login yozishimiz mumkin. Ismingizni yozib qo'yavering. Keyin mana bu yerda confirm tugmasini bosamiz do'stlar. Keyin mana bunday yo'lak chiqadi. Verifikatsiya kod.
6 ta raqamdan iborat kod yozishimiz kerak bu yerga. U kodni ro'yxatdan o'tayotganimizda qaysi elektron pochtamizni kiritgan bo'lsak, o'sha elektron pochtamizga kod boradi do'stlar. O'sha kodni kiritishimiz kerak. Mana elektron pochtamizga kelgan kod. Mana menikiga kelgan 901 507. Mana shu kodni mana shu yerga kiritamiz va confirm tugmasini bosamiz. Shu bilan emailni tasdiqlaymiz do'stlar. Tasdiqlamasak pul chiqara olmaymiz do'stlar. Shuni eslaringizdan chiqarmaysizlar. Keyin kodni kiritib bo'lib confirm bosganimizdan keyin mana bunday yo'lak chiqadi. Bu yerda уже sign in, ya'ni qaysi email, qaysi parolni saytga kiritgan bo'lsak, o'sha ro'yxatdan o'tayotgan vaqtimizda o'sha email va parolni kiritamiz va sign in tugmasini bosib ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Agar parolni unutib qo'ygan bo'lsangiz, forgot password orqali parolni tiklashimiz mumkin, yangi parol kiritishimiz mumkin. Forgot password bormi? Ustiga bosamiz, email orqali qaytadan tiklaymiz. Shu do'stlar, sign in tugmasini bosamiz va hisobimizga olib kiradi do'stlar. Mana hisobimizga kiriladi shu bilan. Bo'ldi, shu bilan to'liq ro'yxatdan o'tgan hisoblanamiz. Endi do'stlar, yana profilimizni kichik o'zgarish qilib profilimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Mana buni ustiga bosamiz. Profil yozuvini ustiga bosamiz. Mana bu yerda do'stlar, o'sha emailimiz, yashash joyimiz chiqib keladi. Bu yerda do'stlar, pul chiqarib olish uchun wallet, ya'ni kosholigimiz manzilini kiritib qo'yishimiz kerak. Va ruchkani ustiga bosamiz. Ruchkani ustiga bosamiz. Bitcoin xohlagan kosholigimizga chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda Faucet Pay bor. Xohlasak Faucet Payga chiqaramiz, xohlasak Litecoin qilib chiqarib olishimiz mumkin. Xohlagan kosholigimizga. Litecoin ustiga bossak, Litecoin adresimizni kiritamiz. Next tugmasi bilan buni ham adashmasam email orqali tasdiqlash kerak. Hali pul chiqarishda buni ham ko'rsataman. Xuddi shunaqa qilib saqlanib qo'yishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Keyin mana bu ikonkani ustiga bosamiz. Dashboard bosamiz. Bitta referalimiz bor ekan. Bu asosiy ish joyimiz do'stlar. Ya'ni bizni profilimizda. Endi yana ikonkani ustiga bosamiz. Bu yerda har xil pul ishlash yo'llari bor do'stlar. Browsing, reklama ko'rish, offers, surveys, task. Browsingda reklama ko'ramiz. Biz qiladigan ish offers bilan task. Keling task bo'limini ko'rsatib o'taman. Birinchi o'sha yerdan ko'rsataman. Bu yerda zadaniyalar bajarib pul ishlashingiz mumkin do'stlar. Coinda to'laydi bizga. Bu coinlarni xohlasak bu yerda dollarni yoqib qo'yishimiz mumkin. Mana profilimiz mana ustiga bosamiz. Profilimiz ustiga bossak, mana dollarni yoqib qo'yishimiz mumkin. Qancha pul ishlaganimizni ko'rib turamiz do'stlar bu yerda mana. 5 sent pul bor bu yerda. Endi har xil zadaniyalar bor-da bu yerda. Xohlagan zadaniyamizni bajarishimiz, juda ko'p zadaniyalar va tez-tez yangilanib turadi bu zadaniyalar. Mana masalan sign up ustiga bosamiz bitta zadaniyani. Link ustiga bosing deyapti. Xohlasak buni o'zbekcha qilsak bo'ladi, inglizcha. 3 ta nuqtani ustiga bosamiz, yuqorida 3 ta nuqta. Brauzerda o'zini 3 ta nuqtasi bor yuqorida mana. O'shani ustiga bosamiz. Tarjima qilish ustiga bosamiz. Mana do'stlar, o'zbekcha tarjima qilib berdi bizga. Agar o'zbekcha chiqmasa, mana bu zvezdichka bor-ku, настройкаning belgisi. O'shani ustidan to'g'rilab olishimiz mumkin. O'zbekchaga mana zvezdichka ustiga bosamiz. Boshqa tillar o'sha joyga kiramiz. Shu yerdan o'zbekchani tanlab ustiga bosib qo'yamiz. O'shanda bizga har qanday saytni o'zbekcha qilib beradi do'stlar. Tushunarlimi? Mana havolaga bosing, ko'rsatmalarga amal qiling, elektron pochta orqali tasdiqlang, so'ng dalilni jo'nating.
Mana shuni ro'yxatdan o'tamiz ekan. Ustiga bossak ko'rsatmalar. Nima deb nima bajarishimizni o'sha yerda ko'rsatib o'tadi. Keyin u yerdan skrinshot olamiz. Hammasini bajarib bo'lgandan keyin mana plus ustiga bosib, skrinshotni bu yerga yuklaymiz va yuborish tugmasini bosamiz. Bo'ldi, shu bilan zadani bajargan hisoblanamiz. Bizga 20 tanga beradi. Bu X sent bo'ladi adashmasam. Bo'ldi, o'sha bilan biz zadani bajargan hisoblanamiz. Keyin ular tekshirib ko'radi, egasi zadani joylagan. Haqiqatan to'g'ri bajargan bo'lsangiz, sizni hisobingizga to'lovni tashlab beradi do'stlar. Tushunarli? Endi asosiy qiladigan ishimiz offersda. Undan oldin taskni ko'rsatdim. Browsingni ko'rsatib o'taman. Browsing ustiga bosamiz. Bu yerda reklama ko'rib pul ishlashingiz mumkin. Mana ustiga bosamiz. Ustiga bosamiz. Reklama chiqdi. Endi bu yerda vaqt ketish kerak. Mana 2 ustiga bosamiz. Mana bu yerda vaqt ketadi. Mana bu yerda vaqt ketadi. Vaqt tugagandan keyin X ni bosib, o'chirib yuborishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytga qaytib olamiz. Bo'ldi, 2 ko'yin qo'shildi bu yoqqa. Xuddi shunday, tushunarli? Mana ustiga bosamiz. 2 ustiga bosamiz. Mana tepada vaqt ketyapti, ko'rinyapti? 14, 13, 20 sekund vaqt berdi. O'sha tugagandan keyin X ni bosamiz. Shu bilan hisobimizga pul qo'shilaveradi. Xuddi shunaqa qilib reklama ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. X ni bosamiz. Bo'ldi do'stlar. Hisobimizga pul qo'shildi. 504 edi, 505 bo'ldi. Shunaqa qilib reklama ko'rishimiz mumkin. Endi asosiy o'yin o'ynab pul ishlaydigan joyimiz offers bo'limi. Offers bo'limiga kiramiz. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, har xil o'yinlar bor mana. Yonga yurishsak chiqaveradi o'yinlar. Kam pul ko'rsatgani bilan bu o'yinning ichiga kirganingizdan keyin ko'rinadi hamma pul. Tushunarli? Mana masalan, bu yerda juda ko'p o'yinlar bor mana. Juda ko'p. Bu yerda mana bu yerda asosiy yana bir qiladigan ishimiz global yozib o'tiribdi mana bu yerda. Mana offers bo'limiga kirdik a. Pastroq tushamiz. Global bo'limi bor. Ustiga bosamiz. O'zbekiston. Qaysi davlatda bo'lsak, o'shani tanlab olishimiz kerak. O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston. O'zbekiston tanlasak, bizga dostуп bo'lgan o'yinlarni chiqarib beradi. Ya'ni O'zbekistonga kira olishimiz mumkin bo'lgan o'yinlarni chiqarib beradi. Tushunarli? Mana bu barcha o'yinlarga O'zbekistondan bemalol kira olamiz. Bu kam ko'rsatgani bilan bu summa kam berilmaydi bu yerda mana 0005. Mana ustiga bosamiz. Mana View Offers bosamiz. Mana bu yerda chiqib keladi do'stlar. Mana shu o'yin. Mana bu yerda mana shu narxdan boshlanadi do'stlar. Ya'ni biz yuklab olganimizdan keyin mana shu o'yinda mana shuncha pul beradi. Birinchi levelga o'yinning ichida o'ynab, birinchi levelga chiqqanimizdan keyin mana shu levelimiz oshib boraversa, mana 30-levelga chiqadigan bo'lsak, $9. Hammasi bo'lib mana $15 pul beradi bu o'yinga. Buning uchun Start Offer bosamiz. Start Offer bosamiz. Kutib turamiz, bizni Play Marketga olib o'tadi. Mana Play Marketga olib o'tdi. 4-9 yulduzcha почти 5 yulduzcha olgan ekan, yaxshi o'yin ekan. O'rnatish bosamiz va o'yinni o'ynaymiz do'stlar. O'yinni o'ynayveramiz. O'yinni o'ynayveramiz va levelimiz oshgani sayin saytdagi hisobimizga avtomatik pul qo'shilaveradi. Tushunarli? Chunki saytning ichidan yuklab olyapmiz-da bu o'yinni. Sayt bergan linkdan yuklab olyapmiz. Mana bu yerda levelimiz oshgani sayin mana levelimiz oshgani sayin bizga pul saytga avtomatik mana bu hisobimizga tushib kelaveradi, yuqoridagi hisobimizga. Tushunarli? Mana bu yerda kam summa ko'rsatilgan bilan asosiy summa ichida bo'ladi do'stlar. Mana asosiy summa ichida $15. Prosta mana shu summadan boshlanadi. 0.004 dan boshlanadi. Keyin ketaveradi. Biz hammasini bajarib bo'lganimizdan keyin
hisobimizga pul qo'shilaveradi. Mana bu yerda tarjima qilsak bo'ladi, yuqorida mana tarjima tugmasi. Mana o'yin o'ynang va turli tadbirlarni yakunlang. 30-tadbirni yakunlasak $9 berar ekan bizga. 986. O'yinni o'ynang va turli tadbirlarni yakunlang. Ushbu taklif 24 soat ichida mukofotlarni taqdim etadi, faqat yangi foydalanuvchilar uchun. Bu degani 24 soat ichida siz o'ynaysiz, masalan, bugun 17-tadbirni yakunladingiz, ya'ni 17-levelga chiqdingiz, o'yinning ichida pul hisobingizga bir kundan keyin tushib kelar ekan. Tushunarli? Ertasi kuni mana buni o'ylaysiz. Adashmasam 1 oy ichida hammasini o'ynab tugatish kerak bo'ladi. Shunaqa do'stlar. 1 oy ichida yetib kelsangiz ham bo'ladi oxirgi levelgacha. Bemalol xohlagan vaqtingiz kirib o'ynashingiz mumkin. Juda shoshilinch emas. Xohlagan vaqtda kirib o'yinni davom ettirishingiz mumkin. Keyin yangi boshlovchilar uchun debdi mana. Faqat yangi boshlovchilar uchun. Avval bu o'yinni bir marta yuklab olib, keyin yana qaytadan yuklab olib o'ynash mumkin emas. Birinchi marta o'ynayotgan bo'lishingiz kerak bu o'yinni. Birinchi marta telefoningizga birinchi marta mana shu o'yinni yuklab olgan bo'lsangiz, bu odam silkasi orqali keyin sizga pul beriladi. Bo'lmasa pul berilmaydi. Avval bu o'yinni o'ynagan bo'lsangiz, tushunarli? Chunki mana bu odam ham, bu odam ham, mana bu odamlar ham o'sha zadaniyani bergan. Faqat bir marta bajarish mumkin bitta zadaniyani. Keyin bu. Tushunarli? Har xil o'yinlar bor bu yerda. Keyin bu yerdan o'yinlar tugab qolsa do'stlar. Sizga yoqadigan o'yinlar tugab qolsa, mana bularning ichida ham o'yin boshlanadi. Mana bu. Mana bu bo'limlar bor. Hammasining ichida o'yinlar to'lib yotibdi do'stlar. Hammasining ichida o'yin bor. Bulardan ham bemalol ishlashingiz mumkin. Mana To'rokus masalan bosamiz. Mana do'stlar, bularning ichida ham o'yinlar bor. Bularda ham xuddi shunday. Ustiga bosamiz, o'yinni yuklab olamiz, o'ynaganimizdan bu yerga pul qo'shilaveradi. Tushunarli? Shu do'stlar. Pul chiqarib olish haqida. Pul chiqarib olishni aytib o'tdim. Pul yig'ilgandan keyin kошелек manzilini saqlanib qildingiz. Keyin pulingiz yig'ildi. Mana dashbord ustiga bosamiz. Mana cash out ustiga bosamiz. Pulingiz mana bu yerda turibdi. Cash out bosamiz. Qaysi kошелек manzilini saqlanib qilgan bo'lsangiz, boya profil bo'limida, masalan, Litecoin saqlanib qildingizmi yoki Faucet Pay saqlanib qildingizmi? Faucet Payni ustiga bosasiz. Faucet Payda qaysi nimaga chiqarmoqchisiz? Qaysi kriptovalyutada? Litecoinmi? Litecoin. Minimum 1000 coin ekan do'stlar. 1000 coin yig'ilsa, bemalol chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli? Yoki to'g'ridan-to'g'ri Litecoin adresimiz. Faucet Payni ichida emas, boshqa Litecoin adresimizga ham chiqarib olishingiz mumkin xohlasak. Bu yerda ham 1000 coin ekan. Litecoin va 1000 coin yozadigan bo'lsak, 55 dan oshiq yozdirmaydi bizga. 50 coinimiz 5 sent bo'lgandan keyin 500 coinimiz 50 sent, 1000 coin. $1 bo'lar ekan. Minimum chiqarish $1 do'stlar. O'shani 1000 coin bu yerga yozamiz, confirm bosamiz. Shu bilan pulni chiqarib olaveramiz do'stlar. Gift kartda kartalarga chiqarishingiz mumkin. Mana bu kartalar bor ekan bu yerda. Bilmayman bular qanaqa kartalar. Mana shularga chiqarib olishingiz mumkin ekan. Kriptovalyuta qilib chiqarib olishni tavsiya qilaman. Keyin kriptovalyutani qanday so'm qilib hisobimizga tashlab olish haqida ham video bo'ladi albatta, xudo xolasa. Kommentariyaga yozib ketasizlar. Shu. Barchasi tushunarli bo'ldi do'stlar. Sayt manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi. Ustiga bosasizlar, saytga olib kiradi, ro'yxatga o'tib bemalol ishni boshlashingiz mumkin. Hali bu sayt haqida juda ko'p video rolik qilamiz. Shu barcha ishingizga omad, omadlaringiz bersin. Oho, 20 daqiqa bo'lyapti. Salomat bo'lasizlar.